Bloomberg News xabarida aytilishicha, Shimoliy Atlantik Okean Ahdi Tashkilotining ministrlari jiddiy muzokara qilish orqali asosiy jihatdan hammasi Finlandiya davlati, Shvetsiya davlatini Shimoliy Atlantik Okean Ahdi Tashkilotiga, ya'ni NATO tashkilotiga a'zolikqa qabul qilish qarori birdek ma'qullanibdi. Jiddiy muzokara qilish yig'inining ochilish oldida Turkiya davlatining bu muzokaraga qarshi fikrining yo'qligini ifodalabdi. Ya'ni Turkiya davlatimi Shvetsiya davlatining Finlandiya davlatining NATOga a'zo bo'lishini qo'llagan. NATO tashkilotining bosh kotibi Stumboger efendim muxbirlarga so'z qilganda Turkiya davlati Finlandiya, Shvetsiya davlatlarining NATOga a'zo bo'lishiga qarshi turmadi deb javob beribdi. Bu demak, endi Shvetsiya davlati, Finlandiya davlati NATOga rasmiy a'zo bo'lish jarayoni pishib yetildi degan gap. NATOning bosh kotibi Stumboger efendim yana so'zida shuni eskartib, Finlandiya davlati va Shvetsiya davlati NATOga rasmiy a'zo bo'lish rasmiyatlari nihoyat tezlam bitib ketdi. Ko'p bo'lganda bir oy, tez bo'lgan chaqda bir shikapning ichida bu rasmiyatlar hammasi bejirilib bo'ladi degan ekan. Normalda NATOga a'zo bo'lish shart qoida tuzumlari tez bo'lganda bir yil, osti bo'lgan chaqda bir qancha yil ketar ekan. Bunda bo'lishlik sabab Rossiya Ukraina davlatiga tajovuz qilib, Sharqiy Yevropaning ahvoli intayin jiddiy bo'lganligi uchun yana bir jihatdan Finlandiya va Shvetsiya bo'lsa Yevropa birligidagi a'zo davlat bo'lganligi uchun bu rasmiyatlar intayin tez bitir ekan. Yana bir pishib yetilgan sharoit nima degan chaqda Shvetsiya va Finlandiya davlatiniki armiyasiniki qurol yarog' harbiy saviyasi NATO armiyasining saviyasiga intayin yaqin bo'lganligi uchun bu shartlar intayin tez bitir ekan. Demak, biz bir qancha haftadan keyin Shvetsiya davlati va Finlandiya davlatining NATO tashkilotiga rasmiy a'zo bo'lganligini ko'ra oladiganmiz. Bu vaziyat erkin demokratiya davlatlarga nisbatan intayin xush xabar bo'lgan bo'lsa, mustabid Rossiya va Xitoy davlatiga nisbatan yomon xabar bo'ladi ekan. Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilishiga sabab bo'lsa-mu, Ukraina NATOga a'zo bo'lmoqchi bo'ldi degan bano bilan tajovuz qilgan. Endi hozir biqinidagi Shvetsiya davlati bilan Finlandiya davlati NATOga rasmiy a'zo bo'lishining o'zi Rossiya davlati uchun eng ziyonli xabar bo'lib hisoblanadi ekan. Sababi NATO tashkiloti sharqqa qarab kengayib, oxirida Rossiyaning burniga taqishib qoldi degan gap. Bo'libmi Finlandiya davlati Rossiya bilan chegaradosh davlat. Rossiya bilan Finlandiya davlatining chegarasining uzunligi 1300 kilometr keladi ekan. Uning ustiga Finlandiya davlati Rossiyaning eng muhim bo'lgan bir shahri Sankt-Peterburgga eng yaqin keladi ekan. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahri bo'lsa, Baltiq dengizi orqali Atlantik okeanga chiqadigan birdan-bir muhim bir port shahri bo'lib hisoblanadi ekan. Rossiya davlatiga nisbatan Sankt-Peterburg shahri harbiy strategik jihatda intayin muhim bo'lgan bir jon tomir shahri bo'lib hisoblanadi ekan. Demak, NATO tashkilotiga tava bo'lgan davlatlar Sankt-Peterburg shahrining yonida paydo bo'ldi desak bo'ldi. Bu vaziyat Rossiya davlatiga nisbatan intayin og'ir tahdid bo'lib hisoblanadi ekan. Bundaq vaziyatning yuz berishi buning hammasi Rossiya davlati o'zi keltirib chiqargan deb qaraydi ekan. Uning ustiga Finlandiya davlatining prezidenti tunugun Rossiyaning prezidenti Putin efendimga bevosita telefon qilib, so'zida "Sen Ukraina davlatiga tajovuz qilganliging uchun biz o'zimizning bexatarligini o'ylab NATO davlatiga a'zo bo'lishni qaror qildik" debdi. Putin efendimning bergan javobi bo'lsa, "Sizlarda bexatarlik, tahdid degan narsa mavjud emasdi. Finlandiya davlati, Shvetsiya davlatiga nisbatan hech qanday xatarlik, tahdid yo'q" deb javob beribdi. "Sizlarning NATO tashkilotiga a'zo bo'lishinglar bu bir cho'ng xatolik. Bu ahvol bundan keyin nurg'un salbiy vaziyatlarni keltirib chiqaradi" deb javob beribdi Putin efendim. Shuning bilan Rossiyadan Finlandiyaga boradigan tok yo'lini, ya'ni Rossiya Finlandiyani ta'minlayotgan tok yo'lini uzib tashlab etibdi. Hattoki Rossiyadan Finlandiyaga boradigan energiyalarni to'xtatgan gap. Lekin Finlandiya davlati Ruslarning ta'minlaydigan energiyasi va toklarini to'xtatganligiga parvo qilmabdi. Eng muhim bo'lgani
Finlandiya davlati, Shvetsiya davlati NATOga a'zo bo'ldi degan gap bexatarlik, ya'ni harbiy strategiya jihatdagi bexatarlik jihatda kepillikka ega degan gap. NATO tashkilotining nizomnomasining 5-moddasida mundaq deyilgan ekan. NATO tashkilotiga a'zo bo'lgan davlatlar ma'lum bir davlatning tajovuzchiligiga uchrasa, bu demak shu davlat butun NATO davlatiga biroq tajovuz qildi deb qaraldi ekan. Ya'ni NATOga a'zo bo'lgan davlatlar kollektiv bexatarligini qo'g'daydi, kollektiv bexatarlik uchun biroq qarshi turdi degan ma'no bildirdi ekan. Ya'ni ochiq qilib aytganda, NATOga a'zo bo'lgan bir davlatga ma'lum bir davlat tajovuz qilib qolsa, butun NATOga a'zo bo'lgan davlatlar birlashib shu davlatga qarshi chiqadi degan gap ekan. Bu vaziyat Rossiya uchun intayin cho'ng ziyonli bo'lgan bo'lsa, Xitoy davlatini ham intayin cho'ng bir andishga silayotgan gap. Bundaq deyishimizga sabab 2 kunning oldida Xitoy davlatining tashqi ishlar bayonotchisi Wang Wenbin, ya'ni bultur 6-oyda to'xtamay Dunyo Uyg'ur qurultayiga hujum qilgan Wang Wenbin mundaq bayonot bergan. NATO tashkiloti bo'lsa, Shimoliy Atlantik okean rayoniga tava bo'lgan bir tashkilot. Hozir u o'zining ishini oz deb Hindu Tinch okean tarafga qo'lni uzartib, Jungoning Janubiy dengiz ishlariga, Tayvanning ishlariga va Janubiy Osiyo davlatlariga qo'l uzartyotdi. Bularning bu qilmishlari Xitoy davlatining ichki ishlariga aralashganlik degan so'zni qilgan. Mana bu Wang Wenbinning bu so'zdan nimani biz tushunib olamiz degan chaqda NATO tashkiloti hozir yangi bir strategiyani ilib beryotdi degan gap. U yangi strategiya nima degan vaqtida NATO tashkiloti bir jihatdan Rossiyaga taqobil turayotgan bo'lsa, yana bir jihatdan Xitoy davlatiga qarshi yangi bir strategiya tuzyotdi degan gap. NATO tashkiloti Yevropa davlatlarining bexatarligini qo'g'dash bilan birga Hindi Tinch okean rayonlaridagi davlatlarning bexatarligini qo'g'dash uchun tayyorlik qilyotdi degan gap. Kuzatuvchilarning deyishicha, NATOning 6-oyda e'lon qilmoqchi bo'layotgan yangi strategiyasi bo'lsa, Tayvanning harbiy bexatarlik ishlariga bevosita aralashish, Xitoy davlatiga nisbatan harbiy jihatda besim qilish strategiyasini ilib bordi deb qaraydi ekan.